على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz ilgirki suhbatimizda biz ummati Muhammad o'zimizni xato tushunib olganligimizni, asli bizning prinsipimiz ilgirki ummatlarning prinsipiga o'xshamaydigan xos prinsipimiz borligini, agar shu prinsipni to'g'ri tushunmaganda bizningki ishlarimizninki har qancha bir qadrli ummat bo'lib ketsakmi, o'zimizni har qancha bir Allohning aziz bandalari deb qarab ketsakmi, hal olmaydiganligi haqida biz so'zlab o'tgan. Shunda bo'lganda her kişinin bugünkü İslam ümmeti yaşayotgan şaraitda kallasiga keladigan bir savol var. O olsunmu bugün nima ish qilamiz? Chunki dunyoning her taraflarida, ummatning her millatlari ichida qonlar to'kilyotdi. Musibatlar yashinyotdi. Krizislar uzluksiz ummat ustiga tushyotdi. Zulm her tarafda, izzat obro'ylar her tarafda. Bu ahvolda bizning kallimizga bir savol keladi. O olsunmu biz bu masaladan, bu qiyinchilikdan, bu krizisdan qanday shaklda o'rnimizdan turamiz? Amaliyotda ba'zi qarindoshlarimiz tushunib olgandek bu shaxs masalasi emas, yoki ma'lum bir rayon yoki ma'lum bir millat masalasi yoki ma'lum bir davlat masalasi emas. Bu bir butun ummat masalasi. Chunki biz tariximizga qaraydigan bo'lsak, asrlarcha masalan Osman xalifaligining nomi ostida necha asr Sharq G'arb hammaga hukm surgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan mana bugunning o'zida Sharq G'arb hammalarda hamma dushmanlar bizni parchalab yeydigan chiroyli bir go'zal to'rt aylanib qilyapmiz. Bizning yiqilgan joyimizga qaytadan nazar tashlasak, biz ummat bo'lish sifatimiz bilan bir butun yiqildik. Dal biz yiqilgan yerimizdan o'rnimizdan turishimiz kerak. Bu ummat yillarcha boshqalarni yetaklab mangan ummat. Bugungi kunda boshqalar bu ummatni yetaklayapti. Bu ummat asrlarcha o'zining beshini tik tutib yashagan ummatdi. Bugun Sharq G'arbga nadin yordam kelarki, u davlatdan yordam kelarmi, bu davlatdan yordam kelarmi degan bir umid ostida yashayotdi. Bu ummat asrlarcha kishilarning madaniyat yo'lboshchisi, kishilarga yaxshilikni o'rgatgan, axloqdan namunaladigan, bütün dünya kişilerini Allah tarafiga yetaklab mangadigan bu ummat bugungi kunda qarasak, o'zining mangadigan yo'llarini topolmayotdi. Hele uningga ergishyotdi, hele bunga ergishyotdi. Masala pek ig'ir, favqulodda ig'ir. Men xususan bir qism qo'yilyotdi. Masalani yerim bo'lsin hal qilish men bu tarafdorida emas. Yoki asta vaziyatning o'zgarishi, siyosatning o'zgarishiga qarab davoni asta yo'q qilib tarafdor buni mi qo'llamay? Yoki ba'zilar o'tirib qo'ygandek vaqtliq masalani vaqtliq o'zim hal qildi. Men bu tarafdoridim emas. Chunki hammasi masalani yiltizdan saqaytadigan amal chora emas. Faqat energiyani xo'ritish. Biz kasalni haqiqiy diagnoz qo'ymay, kasalni haqiqiy bayqamay, uningga tip yiltizni saqaytadigan dori vermay, qizitma tushiradigan yoki og'riq pasaytadigan bu xil shakldagi hal qilish choralarini asla xohlamaymiz. Yoki ovozimizni yuqori ko'tarib qo'yib, quruq shuarlarni to'lab qo'yib yoki hissiyot qo'zg'aydigan ba'zi ifodalarni ifodalab qo'yib bu xil shaklda davomlashamaymiz. Va yoki
Biz yana o'zaro birisi-birimizning xatoligiga baho berib, "Avani xato qilmagan bo'lsa, men davom etdi. Mani xato qilmagan bo'lsa, men davom etdi." Bizning bugun kunda tushib qolishimiz, bizning pukuni liderimizning xafaligi, bizning o'tmishdagi paloni emirimizning yoki pukuni raisimizning xafaligi yoki u olim yoki bu olim yoki u tashkilot bu tashkilot yoki do'st tufayli yoki bizning dushmanimiz manda qilg'achqa mushkunlashib qoldik, bumu emas. Masalaning hammasi negizi berib, ya'ni o'zimiz ko'rib taqiladi. Biz bu nuqtani güzel bir şekilde, çonkur bir şekilde, tadqiq qilingan bir şekilde tushunishimiz kerak. Haqiqiy kasalni teyip chiqish kerak va bununla nisbeten haqiqiy hal qilish choralari cho'qim tepilishi, bayqilishi kerak. Masalani boshqalarga atib, uningga atib, buningga atib biz bu yerdan qutlanmaymiz. Endi mening tushunjamdagi masalaninki tunji qadimi, ya'ni tushunch masalasi. Çünkü bizga boshqa jihatda masala yo'q deb o'ylayman bizning ummatda. Bizning ummatda kuch bor, son bor, aql omri yetarlik bor. Faqat ummat asli burun aziz, g'olib vaqtida tutib mangan prinsiplardan yiroqlab ketish masalasi bor. Shuni xato tushunib qilish masalasi bor. Bu xato tushuncha ummatning sharqidan g'arbigacha har bir a'zolarining kallasiga singib ketdi ta hozirqida. Dushman bu jihatda utuq qilindi bizning kallamizga buni kirgizib o'tish jihatda. Masalan, ba'zi anglaymiz qarindoshlarımızdan biz palon vaqtda pukun ishni qilmagan bo'lsak yoki pukun vaqtda manda qilgan bo'lsak, bugun qolmaydiq. Masalan, yuz bergan hodisalarga qarata yoki bugun kelib qolgan vaziyatimizga qarata mashta bir inkas beradigan, baho beradigan qarin biz bu mu emas? Yoki ba'zilar deydi, bu masalalarimizni ummatning masalasini yoki bizning millat ummatning bir parchasi bo'lgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan bizning masalamizni BDT orqali hal qilish yoki Amerika orqali hal qilish, Amerika unoqlarlaydi, bunoqlarlaydi yoki Yevropa davlatlari orqali hal qilish yoki Hindiston yoki Yaponiya degandek atrofdan chora izlash, buni boshqalar qilayotgan chora bo'lsa-mu masalan, ammo biz bir narsani o'ylab qo'yishimiz kerak. Biz bir ummat. Bizning asrlarcha yashab kelgan bir prinsipimiz var. Biz minib kelgan bir yo'l var. Biz şu prinsip, şu qimmat qarash, şu yo'l bilan gullangan. Aziz o'g'an, izzatimiz qo'limizda edi, g'olib bo'lgan. Bu yo'l, bu qimmat qarash, bu tushunchalarning bizni yetaklab apog'i so'g'an Payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'zimizga ulgu qilish orqali biz izzat topgan tarixdan buyon. Yaqinqi 100 yil yoki 150 bir asr atrofida bo'ldi biz bugungi kunga qilyapmiz. Bunun çağrılarını men degandek taraf-tarafdan izlayapmiz. Endi bir savolni bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan, bu yo'lning bir a'zosi bo'lish sifatimiz bilan, bu ummatning bir shaxsi bo'lish sifatimiz bilan qo'yib boqayli. Bugungi kunda Payg'ambar alayhisolatu vasallam bizning qashimizda bo'lgan bo'lsa, bizga yetakchilik qilib bugungi krizislardan, bugungi qiyinchiliklardan qutulish uchun tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa, Rasululloh nima ish qiladi? Degandek ümitni boshqalarga bog'lamadi. Chorani boshqalardan izlamadi. Bu masala kallamizda iniq bo'lish kerak. Bu jihatda tushunch har bir shaxsda, oila ichida, qo'lim qo'shnilar ichida, mahalla ichida, millat ichida, butun jamiyat ichida, ummat ichida umumlashish kerak. Bilishimiz kerakki, biz tarixdan buyon Allah'ның dini bilan aziz bo'lib bugunga keldik ve bundan keyingi azizlikimiz mi Allah'ның dini bo'yicha mangadi. Biz ham bir qism qarindoshlarimiz deyishi mumkin, bunday gapni jiq anglab ketdik. Masalan, biz taqvolik qilishimiz kerak qutulish uchun. Allah'ның dinini chiqib qanday tutimiz deydigan bir savol qo'yildi. Çünkü qanday tutishni bilmayapmiz hech qaysimiz. Men shunga asosan
Meyli hakim yani liderler, siyasi sahadaki liderler olsun, ya ki ergiş otkallar olsun, Arap, Eceme, başka millet, yakın Irak, bütün ümmetinin her sahasideki bir azalarının ki, meyli o namda müstakil devlet yaşavatkan bir şahs olsun, ya ki başkalar tarafından işgal kılıngan, besvelengan bir devlet yaşaydıgan her kandak bir Müslüman buludu iken, Allah'ın özünün Rabbi dep razı olsa, İslam'ın özünün dini dep kabul kılsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in özünün peygamberi dep kabul kılsa, oyunlu pekişki tigişlik bir bölük fikirlerini bugünkü sohbette ben oturup koymakçı. Bugünkü sohbetininki asaslık mezmunumun muşu. Çünkü biz ilgirki sohbetimizde ümmetninki özünün prinsiplerini hata düşünüp ta hazır kadar muşu izzetini yo'qotgandan ta hazır kadar bir esirlerce özünün izzetini tapamavatganligini oturup koygandım. Bu düşüncelerninki birincisi yani kalımızda to'g'rilib olishga tegishlik, o'rnitib olishga tegishlik. Her Müslüman meyli liderlik katlimideki ya ki egeş küçü olgan her sahadaki Müslüman kallısı o'rnitib olishga tegishlik. Birinci düşünç qarindoshlar. Biz ilgirgi derslerimizde sözlep ötken bizning näde yaşayotganligimiz qaysi davrda ve prinsipimiz qandaq bir şekilde urullaştırılgan bir millet ekanligimizni bilib olish. Bu birinci düşünç. Yani biz ötmüş yaşayatmayız. Biz ümmeti Muhammediye biz. Bizning prinsip ötmüşteki okşaş. Muş yolda mağsan düşmanını Allah halak kıptırdı. Adettin taşkı möcüzler bilen o şekilde emas bizning birinci prinsip. Bizning prinsip intansurullaha yansurukum. Muşu prinsip ne? 3 seviye boyunca umumlaştırış gerek. Muşu düşünceni 3 seviye boyunca umumlaştırış gerek. Birincisi şahsi. Bütün şahslar olarak her bir kişi bu noktanı kalgısan duruş gerek. Yani men bir iş kılışım gerek. Diyen noktaya geliş gerek. İntansurullaha yansurukum. Sen üstüne düşken vazifeni ada kıl. G'alba şu vaqt keladi Allohning g'albasi. Bu tushunch shaxslar bo'yicha o'rnab ketish kerak va hayotida, shaxslarning hayotida tatbiqlanish kerakki, men o'zimning ustiga tushgan vazifani qilishim kerak. Qo'lingdan nima kelsa qilishing kerak, boshqa emas, sen. Balkim sening qo'lingdan mashinaninki motorsiga o'xshash mashinani harakatlantirish ish kelishi mumkin. Tamam, vazifangni ado qil. Maşının roluğa okşaş, başkalarını yiteklaş, kulağından gelişi mümkün. Başkalarını yitekle. Ya ki başka işler kulağından gelişi mümkün. Akallisi, çoğun iş kemisi, iş kıvat kallağa, hemdem doluduğun, yardım doluduğun bir iş gelişi mümkün. İş kılıp neymiş olsa, sen bu düşünceni düşünüşün gerek, kulağından ötküzüşün gerek ve bunu üzerinin şahsi hayatı da tatbiqlaşı gerek. Bu birinci iş. Bunun bir cemiyet, teşkilat ya ki bir hakimiyetlik kurulma olur, o bu münasebeti yok. Şahıs özünün hayatında bu düşünceni, bu birinci düşünceni düşünüşü gerek ve emeli hayatında bunu tatbiqlaşı gerek. Bu işkin. İkincisi cemiyet karakterlik bu düşünce umumlaştırılışı gerek. Biz hemimiz bir narsa iş kılıp hiç narsa emas adam yok. Yani bunlar degenim her bir adam ya bir ailenin dadısı, ya bir ailenin anası, ya bir şirketinin başlığı, ya ki bir mescidinin imamı, ya bir mektebinin müdürü, ya bir sınıfının okutkucusu iş kılıp cemiyette her bir adamınki bir dairelik cemiyeti oldu, küçük cemiyeti, küçük bir toplum oldu. Şimdi biz muşu yukarıda degen birinci düşünceni özümüzün dairesideki küçük cemiyetimizge umumlaştırışımız gerek ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun en ra'iyetihi. Her bir Müslüman özü mesuliyet sahibi, mesuliyet ilgisi ve her adam öz mesuliyet dairesinden soruludu. Bu noktada sen bir ticaretçi olsan,
xaridarların içinde bu vazifani o'rindashing kerak. Bu tushunchani umumlashtirishing kerak. Ketayotgan yo'lning prinsiplerini ularga tushuntirishing kerak va boshqalar bilan bo'lgan aloqa hayotingda buni tatbiqlashing kerak. Sen bir ish egisi bo'lsang, ya'ni bir shirkatningki mudiri degandek, shirkatingda ishlayotgan xizmatchilar bilan bo'lgan aloqangda xizmatchilarning orasida bu tushunchani umumlashtirishing kerak va amaliy buni tatbiqlashing kerak. Bir dada bo'lsang, oilada, bayatni deganimdek, o'z doirasida qilolgan muddatcha o'zining shaxsiy hayotidan hal qilib, boshqalarning hayotiga ta'sir ko'rsatgandek bir holatda buni umumlashtirilishi kerak. Uchinchisi, bir jamiyatningki yoki bir millat yoki bir davlat bo'lsa, bir davlatning liderlari o'zi idora qilayotgan jamiyat, o'zi idora qilayotgan jamoat, o'zi idora qilayotgan to'plamda bu xil tushunchalarni umumlashtirish kerak. Shu o'z doirasi, idorasi ostidagi kishilarningki nishonini shu nuqtaga markazlashtirish kerak va ularning hayotida mushu shakllarda tushunchalarni amaliy tatbiqlanishi kerak. Ya'ni her ishning o'ziga loyiq bir shakli bo'ladi. Shaxsan bir o'z hayotida tatbiqlashning bir shakli bo'ladi. Bir kichik to'plam shaklida her adam o'z mas'uliyat doirasida tatbiqlashning, umumlashtirishning bir shakli bo'ladi. Uchinchisi, lider xarakterlik deganim, o liderlar bir millatning lideri bo'lib qolsa, bir jamoatning lideri bo'lib qolsa, bir to'plamning lideri bo'lib qolsa, shu to'plamningki o'tmishi haqida mulohiza yurgizishi, bugunini kuzatishi, kelgusi uchun planlarni hozirlashi, ya'ni bu o'zi boshqarayotgan, o'zi yetaklayotgan, o'ziga ergashayotgan kishilarningki kundan kunga siyosiy jihatda va iqtisodiy jihatda va boshqa har sohada ilgirilishi, yuksalishi uchun boshqa turishi. Bularning hammasi bu bizning birinchi tushunchani umumlashtirishimizga bog'liq masala. Esinglarda bo'lsin. Yuqori degandek, mayli shaxs, mayli kichik bir jamiyat yoki cho'ng bir jamoat yoki millat, ummat xarakterlik bo'lsin, mushu ahvollar tatbiqlanmasa, bu bizning prinsip o'zimizda amillashmasa, esinglarda bo'lsin, Allah'ın yardımı bizge asla kelmeydi. Esin oldu bolsun, bu bizning qonuniyat, Allah'ın qonuniyati o'zgarmaydi. O qonuniyatni tekrar bir eslatay, intansurullaha yansurkum. Yani sizlar o'zingizning ustiga tushganni qilasizlar, belgilangan vazifani ado qilasizlar, ana shu vaqtda sizlarga g'alaba keladi. Bu bugungi suhbatimizda sizlarga o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan birinchi tushunch. Ikkinchi tushunch, yani tuz tüvelişe tegishlik yoki kalımızga on tüvelişimizga tegishlik ikkinchi tushunch islom ummati, yani biz o'lmas ummat. Bu tushunchni bilish kerak. Bu intayin muhim. Agar kishilar tushkunlashsa, kelgusidan umid uzsa, asla o'rnidan turolmaydi. Cho'qim her bir musulmon o'zininki bu dunyodagi eng oxirgi ummat ekanligiga ishonishi kerak. Bu dunyo mavjudlan bo'ladigan, tang mavjud bo'ladiganligiga ishonishi kerak. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo sura Isroning 15-oyatida "Va ma kunna muazzibin hatta nab'asa rasula." Biz bir ummatni, bir millatni azoblab yo'qotmaymiz, bir elchi avatkish dedi. Peygamber Aleyhisselam'dan keyin elchi kelmaydi bundan keyin. Demek biz şu ayetning mazmunidan ko'ra qiyomatga qadar davomlashadigan bir millat. Bundan keyin payg'ambar avatmaydi. Payg'ambarning vazifasini bizning bu ummat ustiga olgan. Agar bu ummat yo'qolib ketsa, Allohning xalqini kim yetaklaydi? Kishilarni Alloh tarafiga kim yetaklaydi? Kishilarga hayotining nishonini kim o'rgatadi? Kishilarga Robbiga qanday ibodat qilishni kim o'rgatadi? Zaminni obod qiladigan, Allohning adolatini zaminda yoyadigan, zulmni yo'q qiladigan, haq huquqni o'z sohibiga qaytaradigan, rahmatni tarqatadigan vazifani kim qiladi? Buning hammani bizning bu ummat qiladi. Bundan keyin payg'ambar kelmaydigan bo'lgan ekan prinsip, cho'qim payg'ambarning o'rnini oladigan
haqiqat ustida ketayotgan payg'ambar varislari bo'lgan bu ummat mangu davom qiladi. Buningga ishonish kerak. Bu kesin masala. Qur'on hadisining umum mazmuni shu. Agar buni tushunmagan vaqtda bizda shu vaqtda tushkunlik yuz beradi. Chunki ahvolimiz bak og'ir. Yashayotgan krizis intayin og'ir. O'zimizning son jihatda va boshqa jihatda dushmanlar bilan bo'lgan selishtirma farqimiz favqulodda cho'ng. Agar shunda tushkunlashish boshlansa, bu ummatning yemirilgani shu. Ammo yana bir muhim xatarlik bir ishtim bor. Birisi ikkinchi tushunishga qarata. Bu yerda biz mengu qoladigan ummat, mengu yo'qolmaymiz, dushman bizni aslo yo'qotamaydi degan tushunchining orqasidan chiqadigan bir salbiy tushunch demirsa, u o'simi aldırmaslik. Yani biz yo'qolmaymiz-ku. Biz cho'qim mavjud bo'lamiz-ku. Yo'q. Buning qarta yana bir qonuniyat va Alloh subhanahu va taoloninki. Bu ummat yo'qolmaydi deganimiz-ku. Yani sen qilolmasang Alloh almashtiradi. Ya da almashtirish qoidasi va eson bo'lsin. Zalim qavm mutlaqo halok bo'ladi. Kimning qo'lida? Allohninki, Allohni yaxshi ko'radigan va Allohni uni yaxshi ko'radigan millatning qo'li bilan yo'qoladi. Endi mushu millat mayadan chiqsa, bugundan chiqsa, Alloh uni bilan zolimni yo'qotsa, agar bugundan chiqmasa, bizni almashtirib o'tib, ya'ni chiriklashgan bir musulmon millatini, musulmon ummatini yo'q qilib, o'rniga Allah'ni yaxshi ko'radigan va Alloh ularni yaxshi ko'radigan xizmatiga qarata salohiyati bor. Ishqi bilan, muhabbat bilan Allohning buyruqlarini ijro qiladigan bir millatni o'rniga keltirdi. Bu ilohiy qonuniyat. Bu nuqtadan hargiz g'ofil qilishga aslo bo'lmaydi. Oldi bilan ta'kidlab qo'yay. Ikkinchi tushunch. Bu ummat yo'qolmaydi. Amma almashtiriladi. Bu nuqtaga oldin bo'lmasin. Bizning o'rnimizga boshqalarning almashtirilib, bizning bu vazifaga bo'lgan salohiyatimiz ip tashlanib, o'rnimizga boshqa bir kishilarningki qo'yilishi bizga nisbatan intayin xatarli qarindoshlar. Ummat bu shaklda davom qiladi. Sura Tavbaninki 39-oyatga qarasanglar, Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila anfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. آياتنا مزمونة. الله مؤمن لا يختف خطرب. الله نوزي بسنادا قلم مسان. شخصي حياتنا برلسان. دنيا حياتنا mening mangulik hayotim deb o'ylab qolsang, duchor bo'ldiğinin qattiq azab va sening o'rningga boshqarini almashtiradi. Allohga nisbatan hech ziyon yo'q buningki. Eng muhim bir qonuniyat. Bu bir yerda emas, takror Qur'onning har oyatlarida qanday takrorlanadi. Masalan, sura Muhammadning mundavatudu va in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalkum. Agar sizlar vazifangizdan yuz o'rsanglar, bu yo'ldan yuz o'rsanglar, vazifani unutsanglar, Alloh sizlarni boshqa bir qavmga almashtiradi, boshqa bir kishilarga almashtiradi, ular sizlarga ish qilmaydi deyotdi. Shunga ikkinchi tushunch birisi ummatning o'lmaydiganligi, bu ummatning mangu mavjud bo'lib turadiganligi har qancha bo'lib ketsa, buni tushunish bilan birga almashtirish qoidasini asla unutmasligimiz kerak. Ya'ni bizni salohiyatsiz şekilde başqalar bilan almashtiriladish bizga nisbatan shaxsan biz bugungi yashayotgan kishilar emasmi? Bizga nisbatan eng og'ir musibat. Bundan diqqat qilish kerak. Bugun qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan 3-chi tushunch, ummatning ahvolining qutulish uchun 3-chi tushunch, shuningga ishonish kerak. Alohida diqqat qilinglar. Zolim millat, mu'minlarga dushmanlik qilgan millat, mu'minlarga zulm solgan millat mutlaqo halok bo'ladi. Hargizmi ezib, tezib
ro'yitini shayton ularga ishontirib qolmasin. Ularning bugungi soni, bugungi iqtisodi, bugungi harbiy kuchi, bugungi taraqqiyoti ularni mangu yashaydigan uqumli kallanglarga ekib qolmasin. Qoida prinsip shu, tushuncha shu, mutlaqo vayron bo'ladi. Bu bir ilohiy qonuniyat bu ummatniki. Sura Sajdaning 26-oyatida "Avalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim inna fi zalika la'ibratan la'ayatin afala yasma'un." Esonda bo'lsin. Oyat tekrar bizga asıltıvatıdı. Bugün gündeki haddidan aşkan, bugün gündeki dünyada köränligen bu zalimlarga qarab, ya bulut tügeşmeydi, bulunu yengemeyimiz, vay bulu deme. Qaramamsa, ötmüştü, büyük imparatorluklar öttü. Büyük her hakimiyetler öttü, her milletler öttü. Allah onu halak kıldı. Ayetinin mezmunu bu şekilde. İnsanlar olsun, bugün bizden düşmanlarımız halak buluduğun milletinin süpetlerini üzde mücessemlep oldu. Bular köränläwatydy. Bular yuğancılık kılawatydy. Bular zulüm kılawatydy. Bular günahı patdı. Tarixda halak olgan milletlerinin umumiy süpetleri bulda tepilip boldy ki, bunda süpetler aslında hiç qanday milletning mavjudligi davom qilmaydi. Buni musulmonlar tushunish kerak. Esonda bo'lsin, kallamizga o'rnini berishga tegishlik bir mazmun bor bir oyatda. Ali İmran'ninki 195-196 mumkin bo'lsa, mushuni har doim eslab turinglar mush oyatni. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Oyatning mazmuni shuki, qarindoshlar. Düşmanlarninki, kupparlarninki devletlerini kurup, küçüyüp, kudret tepip, yoğunap gitişi asla ve asla senin aklını azdırmasın. Bununla aldanma. Meta'un qalil. Bularning yaşaydigan muddeti az. Ayet kesti bunu. Bularning erişidigini az davatıdı. Meta'un qalil. Ayet kesti bu meseleni. İş herkes bu şekilde ketmeydi. Sonunda bozun kardeşler. Bu üçüncü change. Tekimi hatırlaşmak için tekrarlay. Üçüncü change. Zalim millet mutlaka vayron buludu bu. Hem de dördüncü change kardeşler. Bizim ornumuzun desturiş için kallımızda beklevelişlik tegiştik, düşünürlük dördüncü change'imiz. Esenler olsun mağlubiyet dəyət alaşının əmrayı. Nusret hər güzmü tiprəm boğan, palan parça olub ketken, bürünüb ketken milletke əsla düşmeydi. Bunu kıllanılda orantışanlı gerek. Ve hayatınla da şunun için tirişişanlı gerek. İnsanlı olsun, Allah Kur'an-ı Kerim'deydi. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Dəyət alaş qılmanla, ixtilaf qılmanla, şuna oğanı məğlub bulursa, Kur'an davatıdı, məğlub bulursa davatıdı. Bugün şu ahvalımızı qarasak, ahvalımız şu. Məğlub bulduk. Nimişqa? Ayetinin başındaki dəyətalaş bizde bolğaçqa. Düşmən bizden qorqması olub ketdi. Hər qanç qılsaq bir vaqıması olub ketdi. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Çünki biz öz ara dəyətalaş qıldıq. Dəyətalaş qılması üçün qanday qilish kerakdi? وَاصْبِرُوا. Her adam ahirki qalbi üçün chidish kerakdi. Tamam, onun gibi senin qusğun isişi mümkün. Onun qilayotgani sen o'ylagan ba'zi kichikina manfaatlaringga daxl qilishi mumkin. O lider sen to'g'ri shaklda, sen o'ylagandek yetaklayolmagan bo'lishi mumkin. O sana ergishayotganlar ko'nglingdagini tepib qilolmagan bo'lishi mumkin. Muşlarning hammaga chidash kerak. Hammaga sabr qilish kerak. Amal ba'arini buzmaslik kerak. İxtilof qilmaslik kerak. Bo'lmasa asla va asla
bizga g'alaba yo'q. Oxirida oyatning oxirisida innalloha ma'as sabirin. Ashta chidiganda g'alaba va'da. Allah sabr qilg'ishlar bilan billa, chidiganlar bilan billa degani g'alaba shularning demakchi. Ayet kesdi qarindoshlar. Asla o'tirimizdagi arazlıqlarni, ixtiloflarni, da'talashlarni tugatmasdan g'alabaga erishman deb biz tushaykimayli. Bu to'g'risida bir muncha oyatlar bor. Masalan, sura Anfalninki hozir o'qigan oyatim ولا تنازعوا آيات سورة أنفال 46. ayeti. Sure Nahl'ninki 92. ayette ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Allah bir misal şekilde ipni igirip çın toplap boğandan keyin uni çuup ayrıgılolmaydigan halatga akilib etgan ayollarga o'xshash qilmanglar deb bir oyatda biz yana bir oyatda sura Al Imronning 103-oyatida wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Bu oyatni hamma bilan bilamiz. Allohning og'amizga ching eslanglar, bo'linmanglar. Sura Al Imronning shu oyatninki 105-oyatida shu suraninki va la takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Iniq masalani qo'yib bo'lgandan keyinmi o'zaro bo'linib parcha bo'lib ketgan magishlarga o'xshash bo'lmanglar. Esonlar bo'lsin qarindoshlar. Bu xil shakldagi o'zaro ixtiloflarni tashlash, da'talashlarni tashlash, kichik shaxslar orasidan cho'ng davlatlar o'zini ummatning bir parchasi deb qaragan islom davlatlari nomidagi davlatlar saviyasigacha hammasi bo'lish kerak. Eng kichik shaxslardan boshlanish kerak. Maalesef ahvolimiz tam buningki aksicha bo'lib o'tadi. Bir binada o'tirayotgan bir qarindoshlar o'zaro chiroyli shaklda ish guruhi tashkillab ishlarini yurishtirolmasa, bir jamiyatda yashayotgan kishilar o'zaro ish guruhi bilan ishlarini yurishtirolmasa, hammasi mening to'g'ri desa, hammasi ishning besh o'g'iz kelsa, hammasi masjidning imomi o'g'iz kelsa, hammasi tashkilotning boshlig'i o'g'iz kelsa, hammasi bir nimaning lideri o'g'iz kelsa, ummat o'zining asldagi izzatini ma shaklda asla topolmaydi. Bu nuqta kalonda bo'lish kerak. Hamda birlik bu hammalarninki davomli to'laydigan bir shu orga aylanib qoldi, ammo birlikning qanday shakllanadiganligining ahvolini, prinsipini tushunish kerak. Yani bu bir cemaat şekilde, bir gruplaşış, teşkilatlaş şekilde buludu. Cemaat, teşkilat, gruppa bir devlet degenden bir yetekligüçüsü buludu. Başkalar onun kendiden ergişip mağnudu. Bu hakta talay hadisler var. Aleykum bil cema'a. Sile teşkilleniş, toplum, cemaatine çang tutunlar. Bölünüşten saklananlar. Şeytan bir adamga qaraganda ikki adamdan yiroqroq, bir adamga texim yaqin. Qanday odam jannatni xolisa, jamoatni chang tutsin. Hammasi hadis qarindoshlar o'qiyapman. İnsanlar bo'ladi bu hadislarni. Jamoatlashish, ixtilof qilmaslikninki tüp yiltizini bayon qilib Rasululloh o'zaro bir-biringizlarning munosabatini uzib etmanglar. Bir-biringizlarga o'rko'lashmanglar, o'zaro bir-biringizlarni o'chko'manglar, hasad qilishmanglar. Allohning qarindosh bandalari bo'linglar. Bir musulmonning o'zining qarindishini 3 kundan ortiq tashlab munosabatni uzib o'tishi halol emas. Muttafaqun alayhi hadis. Yine başka hadislarda iyyakum vel hasad, hasaddan saqlaninglar. Hasad xuddi ot utanni ko'ydirib tugatgandek yaxshilikni ko'ydirib tugitib o'tadi. Buxoriyning bir hadisida iyyakum vaz-zanna, har odamdan xato gumon qilishdan saqlan. Gumon qilish eng yolg'on gap hisoblanadi. Tirmiziyning hadisida iyyakum su'azatil bayn, aranglarning nacharlab qilishdan saqlaninglar. Bu degan ishni tugitadi. Fa inna al-haliqa degan iboratlar ifodalaydi Rasululloh. Ishni kesib o'tadi. Xuddi chashni tushirib, chashni badandan ajratib o'tgan o'xshash ishni kesib o'tadi. Darimining hadisida iyyakum vaz-zulm, boshqalar zulm qilishdan saqlan. Zulm qiyomat kunki zulmat. Buxoriydagi hadislarda musulmonning qarindishi zulm qilmaydi. Musulmonning qarindishi uni haqoratlamaydi, uni tuvan ko'maydi. Musulmonning o'zining qarindishini tuvan ko'rishi yetarli yomonlik. Musulmonning qani, izzat, obro'yi, meli harom. Kim qarindishining ehtiyojini qamdisa, Alloh uning ehtiyojini
qamdaydı. Yuqorqi hadislarning hammasi nima desa, eng to'n kichik shaxslar orasidagi munosabat saviyasidan tortib, yuqorisi qarindosh davlat saviyasigacha orani yaxshi saqlash birlikning asosi ekanligini ta'kidlaydigan hadislar. Bu qadar hadislar bo'lgan ekan, biz o'zaro birlashamay turib, g'albini umid qilishimiz, holimizdan voysirishimiz faqat va faqat to'g'ri emas. Agar g'albi bizga lozim bo'lsa, nusrat lozim bo'lsa, bugungi mushkulotdan qutulishni xohlasak, har bir odam, agar mush davosida har bir odam rostchil bo'lib qolsa, ummatning qutulishini xohlasa, cho'qim yuqorqi ta'limotlarga mutlaq bo'ysunish kerak, ixtilofni azaytish kerak, azarlikni azaytish kerak. Buning asosi birlikni saqlashning asosi birlikni saqlayli saqlag'ili olmaydi. Asosi bayatdan o'qigan hadislardagi mazmunlarni shaxs sifati bilan o'zining hayotida tatbiqlash kerak. Bu 4-tushunch qarindoshlar. 5-tushunch millatninki o'rnidan turish uchun kerakli bo'lgan bugungi darsimizning asos temasi bo'lgan 5-tushunch bir gap bor. Adam o'zining badandagi qishqayani o'zi eng obdan qashlay oladi. Boshqalar qashlab qo'y desa, ya oldini qashlaydi, ya keynini, ya usti ostini qashlaydi. Adamning qo'li yetsa, o'zi eng obdan qishqayan naq tepib qashlab oladi. Men qarindoshlarimga shuni demoqchiki bu yerda g'alba import mahsulot emas qarindoshlar. G'alba made in Japan deb yozilmaydi g'albaga. Yoki made in USA deb yozilmaydi. Bizning g'albimiz Amerikadan kelmaydi, Yaponiyadan kelmaydi, Hindistondan kelmaydi, Yevropadan kelmaydi va yoki boshqa davlatdan kelmaydi. Bizning g'albimiz yerlik mahsulot. Buni o'zimiz ishlab chiqaramiz va o'zimiz ishlatamiz. Bu nokta kallanlığını qilish kerak. Buna deganlik bizga yordam beradigan atrofdagilarning hammaga qo'limizning orqasini qilib ishtirimiz deganlik emas. Tamam, Amerika qishimizda tursin. Ashqallah. Yana bir davlat qishimizda tursin, tashakkur. Rossiya qishimizda tursin, rahmat. Va boshqa davlatlar Yevropa qishimizda tursin, rahmat. Ammo shuni bilishimiz kerakki, bizga yordam bermoqchi yoki berganlarning yordamini qabul qilish bilan birga asosiy kuch, asosiy tayanch o'zimizga bo'lishi kerak. Chunki biz shu bizga yordam berdi deb qaragan cho'ng BDTdan tortib kichik oddiy davlatlargacha hammasininki dunyoda yana bir millatlarga qilayotganini ko'ryapmiz. Bizga yordam berimiz davatgan şu davlatlar yana bir millatlarni izib qanini shumaganligini ko'ryapmiz. Buningdan shuni unutmaslik kerakki, hammasi o'zining manfaatini asos qiladi. Bu nuqtani kallamızdan hergiz chiqib etmasligimiz kerak. Yine bu yerda demoqchi o'g'lim takror asıltib qo'yay. Uning yordamini qabul qilmaymiz demoqchi emas. Bizga bizning da'voyimizda ummatni qutuldirish yo'lida kim yordam bersa qabul qilamiz. Teşekkürümüz bildirimiz, rahmet deyimiz. Ama unutmasligimiz kerakki, asosiy masala o'zimizda. Rossiya yordam bersa, rahmat deb qabul qilamiz. Ammo 40-yillari bizning bu kunga qanday qilishimizga qanday sabab bo'lganligini unutmasligimiz kerak. Angliya yordam bersa, ha deymiz. Ammo 30-yillari bizning bu kunga qilishimizga qanday shaklda sabab bo'lganligini unutmasligimiz kerak. Va atrofdagi boshqa davlatlarmi shu? Hammadan shu. O'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'yadi. Bizning ishimiz ularning manfaatiga kelsa, bizga yordam beradi. Manfaatiga kelmasa, yordam bermaydi. Ya'ni bu yerda demoqchi o'g'lim shu qarindoshlar, ishimizni bir butun ulug' vakolat turib qo'yib, ulug'ga tashlab qo'yib, biz shulardan natijani kutib o'ltirish, bu ahmoqlikning o'zi. Esinli bo'lsin, g'alba, ozodlik, nusrat o'zimizning qo'ldan chiqadi. Başlarının qo'lidan emas. Bu change kallanlarga mutlaka o'rnab ketishi kerak. Har doim ishning asosiy tarafi o'zimizda bo'lish kerak. Boshqalarga nuqtasini, cho'lurini tutqizishga asla va asla bo'lmaydi. Ammo
Yerden birimiz hep gelse eyvallah. 6. change. Ümmetinin ki orundan desturuş için buluşqa tegişlik change'larındaki 6. change. Bugün etrafqa qarğanımızda sapla günahını başqalarga atış ahvalını görürüz. Bulupmu liderlerge, çoğunlarga, büyüklerge, teşkilat başlıqlarga, ya bir alim ulamaga, ya ki ziyalilarga, milletinin aldıdaki milletke yeteksilik kılıvatqanlarga sapla günahını atımız. Bütün vazifini ularning ustiga atımız. To'g'ri. Mas'uliyat aşqan siri bir adamning yuki eg'irlaydi. Shaxsiy xatolashgan adam bilan millet xarakterlik, ummet xarakterlik xatolashgan adamning ahvoli o'xshamaydi. Ammo men sizlarga mushu change'da demoqchi bo'lganim shu. Sen bilan sen ergishayotgan liderning ungan tuproqinglar bir. İşkema bir tuproqni unga yani. Yani demoqchi bo'lganim shuki, sen qanda olsang, liderang shunda bo'ladi. Allah'ın bir kanunu etti, hergiz isil adamlarga nachar lider vermeydi. Salih adamlarga fasık lider vermeydi. Tirishchan adamlarga hurun lider vermeydi. Sen üzerinin beşidiki ergişiyotgan, meyl alim, ulama, ziyali yoki siyasi liderler olsun. Ularda qandaq ayıpni kökününde avval şu ayıpni üzerinden izdişin gerek. Çokum, sen qandaq olsan liderlerin şunda olurdu. Tarix qarab baqsaq şu. Bir millet özünün liderlerini özgertelaydı, bir millet özünün liderlerini yasap çıqalaydı, bir millet özünün alim ulamalarını yolga salalaydı. Millet ulanı yetiştirip çıqırdı, ulan milletini yeteklaydı sanıldı bolsun. Hergiz lider başqa, avam başqa, unda olub qaladigan iş yok. Lider ve avam bir tuproqning mahsulatları. Şoň sen ulanı ayıplaşının altıda özenge qarap baq. Biz kim? Biz nemish qildik? Shularning shu biz degandek ishlarni qilish uchun. Deydigan bir nuqta kallan qilish kerak. Sur Zuhrabning 54-oyatida Fir'avn bilan Fir'avnning shu vaqtdagi puhralarining ahvolini bayon qilib Allah subhanahu va taolo fastakhaffa qawmahu fa'ata'uhu innahum kanu qawman fasiqin. Fir'avn o'zininki puhralarini bir aqlsiz o'rinda qo'yib ularni oldigandek ish qildi. Bular ashunda o'zim itoat qildi deb bo'lib oyatning oxirida Fir'avnni ayıplamawatıdı Qur'an. Nim davatıdı? Adamlarni ayıplab fasıq kişiler davatıdı. Yani Fir'avnning şu halga kelişiga, Fir'avnlishiga sabab bo'lganlar şu. Hakim bilan, yani lider bilan ergishayotganlarning o'tirdiki munosabat, bunda birisi-birisiga ta'sir ko'rsatadigan munosabat, liderlar qanday bo'lsa keyin ergishayotganlarga ta'sir qiladi. Keyingi ergishayotgan xalq qanday bo'lsa, liderga ta'sir qiladi. Esingizda bo'lsin, agar o'zingizni isloh qilsanglar, ahvolingizni yaxshilasanglar, cho'qqum orimizdan Xolid ibn Validlar chiqadi. Tariqlar chiqadi, Qutuzlar chiqadi, Salohiddin Ayyubiylar chiqadi, Olib Arslanlar chiqadi o'tirimizdan. Agar biz nachar bo'lib qolsak, nachar tuproqdan nachar kishilar chiqadi. Faqat malomatni o'zimizga qilishimiz kerak. Lumu anfusakum. Malomatni o'zimizga qilishimiz kerak. Bu change kalimizdan chiqib ketmasin. 7-chi change qarindoshlar, bugungi darsimizdagi 7-chi change. Düşmanning bizga qilayotganlari mayli ummatning ne tarafida bo'lsin. Bu qandaqdir musulmonlarninki düşman haqida o'tkazib qo'ygan bir plani sabablik bo'lib, malomatni o'zimizga qilish emas, balki oldin planlangan ishlar hammasi. Qarindoshlarimizni tutgan bo'lsa-mu, o'ltirgan bo'lsa-mu, qandoq tug'an bo'lsa-mu, izda sharbek tekkan bo'lsa-mu, bu oldin a'lo planlangan ishlar. Agar ani qilmagan bo'lsa, mavmani qilmagan bo'lsa, palani vaqtda, manda vaqt qilmagan bo'lsak, uning achchig'ini keltirmagan bo'lsak, hammasi quruq gap. Bugun kunimizda shu. Men manda ishni qildim, manda ziyon keldi. Unda ish yo'q. Dushman har ishni oldidan planlaydi, faqat fursat kutadi. Fursat chiqqan hamon, bahona chiqqan hamon o'zining planini əməlləşdirdi. Bu noktanı Müslümanlar intihar düşünüş gerek ki, şu bununla aldın, ala tayarlığa buluş gerek.
Ve şunu düşünüş gerek ki sen qanchalik çüppägen sire prinsipingdin, kendingi çekingen sire düşman planını qadam ilgiri sürüydü. Mesela etrafta misalga alsak, biz yaşagan şu 20-30 yıl içinde jiqishini ko'rdik dunyoda o'zgarib atgan. Saddam o qurolni yasamagan bo'lsa, bu qurolni yasamagan bo'lsa, Amerika Iroqqa hujum qilmaydi. Masalan, bu kishilarningki bir bergan bahasi shu ishga nisbatan. Ammo Amerikaning Iroqqa hujum qilishi oldin Alloh planlangan ish. Va Suriyadami shu, va boshqa davlatdami shu, va hamma ummatning har bir ziminida dushmanlar uyg'ulayotgan, dushmanlar icra qılıbatqan planları qandaqdır u yerdagi bo'lgan bir ish yoki u yoki bu sababli emas, oldin planlangan ish. Faqat navbat sıra bo'yicha bahana topgan, fursat topgan bo'yicha kelyapti. Musulmonlar buni qallisda obdan saqlashi kerak va buningga ideya jihatdan va amaliy jihatdan tayyorlik bo'lishi kerak. Hatto musulmonlarning mo qadam ishlariga nisbatan yillik, 10 yillik, 20 yillik, 50 yillik cho'ng kichik va kulli juz'iy shaklda planlari mutlaqo bo'lishi kerak. Shunga bu nuqtada hargizmo kallamızda meseleni, mesela düşmandan kıvatkan işleri meselesini özümüzden mesuliyet özümüzden izleyimiz kardeşler. Ama düşmandan kıvatkanı biz manda kımıganmasak, anda kımıganmasak, manda olmaydı. Digen şekilde özümüzge atış bu bir ahmaklık. Bu 7. change kardeşler. 8. change bizde manda bir ahval var. Özümüzde töven kuruduğan, özümüzde aciz kuruduğan. Esenli olsun hiç kim İslam ümmetini aciz ummet deb asla ve asla oylamasın. Bizdeki imkaniyetle favqulodda zor. Meyli adam sani cihette, akıl ambırı cihette, iqtisad cihette, asasen dünyanın köp akıl ambarları İslam devletleri de ama paydalanamavatımız başkalar paydalanamatıdı. Allah köp baylıklarını bu ümmet iqtidarçılık qıvatqan zamanға bergen, ama bunun bu ümmetinin azaları emas başkalar paydalanamatıdı. Meyli nüfus cihette olsun, san cihetli olsun, bu ümmetin Allah şunçilik bayıqıb etkenki, ama bu kişilerimiz hiç nemege yaramavatıdı. Çünkü her birimizin kalısında şunda bir hata çünkü onap kalkan ki, bu ümmet aciz ümmet, bu ümmet namrat ümmet, bu ümmet kılanmaydı, bu ümmet itenmeydi, maçta bu atıdı. Bunu doğru düşünüş gerek. Mesela qarab bakaylı misalga, işi Şimali Koreya deyimiz. Bir 20-30 milyon nüfusu var, aralla. Bütün zeminininki kölümünü hesaplasak 120 bin kvadrat kilometre mesela. Bizden zeminimizden tahminen 10 netçe hassidin tüvenem yani. Bizden özümüzden uvatını serişti olsak mı? Bu 20-30 milyon nüfusunun içinde 6 milyon adam açlık derdide ölüm girdağına berip kılıqlık hemdi. Ama muşla dünyada iqtisad cihette, harbiy sana, hamma cihette en büyük güç deb poatıdığan düşmanının aldıda tik duruvatıdı. İşte o takabül duruvatıdı. Mesele neymi o dese, üzgü boğan işenç meselesi. Bizde hemen mi boğandan başka? Meyli san, nüfus, meyli akıl amri, meyli iktisat boğandan başka ümmeti yok bir nesi var. O olsun mu? Allahu mevlana ve la mevla lehum. Bizden igimiz var, Allah'ımız var, ulanın Allah'ı yok. Maçta bir halet tutup biz nima uchun bu holatga tushib qolamiz? Chunki qalbimizda o'zimizni favqulodda ojiz, biz qilolmaymiz, etenmaymiz deydigan, o'zimizni o'zimiz zaiflashtirib oladigan bir xato tushunish bor. Buni o'ngshash kerak. Qo'limizda nima bor qarindoshlar? Qo'limizda nima ish keladi? Jiqish keladi. Masalan, bugungi holatda bir misol olsam, amaliy misol olsam, gazet jurnallar var masalan. İnternetlar var, telefonlar var, her xil yig'ilishlar var, bo'lib turibdi bizning qarindoshlarimiz dunyoning hamma yerga tarqalgan. Mana mushulardan güzel bir şekilde foydalanish. Ya'ni masala nima desa, har odam o'zining mas'uliyatini tunish masalasi. Bu ummatning prinsipini tushunish masalasi. Agar qiladigan ish bo'lib qolsa, ajoyib qilyapmiz shu ishlarni. Agar hamma bilan harakatga kelganimizda o'rnimizdan dasturga vaqtda en çoğun kural işqi kirişidir ki düşmanın qalbiga qo'rqinch tushadi. Qalbiga qo'rqinch tushgan har qanday odam qalbi qilinmaydi. Biz buni qila oldik. Ondan başqa o'zimiz yashayotgan ummat o'zining shu zo'r soni bilan, zo'r imkoniyati bilan düşmanning har qanday mahsulotidan
boykot qilish, muqotaa qilish bizning imkoniyatimiz bor. Dunyoning 5dan birini egallaymiz. Shaxsan biz o'zimizni deb aytsaqmi, atrofimizda turayotgan boshqa millat yoki boshqa davlatning fuqarolariga zolimlarning ahvolini tushuntirish, buning qilayotgan vahshiyonligini, uning izzat obro'yimizni chaqilayotganligini tushuntirish orqali ularga bir tiyin yordam qilganlik, zulmga yordam qilgan ekanligini tushuntiralisak, bularning iqtisodi favqulodda zarbaga uchraydi. Bu nuqtalarni bilishimiz kerak aslida. Biz imkoniyat favqulodda zo'r qarindoshlar. Ondan başqa biz ko'p hollarda sal qaraydigan bir nuqta, o'zimiz ketayotgan bu da'vo yo'lda bizniki izbasar bo'ladigan izbasarlarni tarbiyalash masalasiga sal qarayapmiz. Bularni qila olamiz biz. Bizda odam kuchi bor. 9-chi qarindoshlar, ummatning har bir shaxs a'zosining kallasida shunday bir tushuncha bo'lishi kerak. Yalğız qalsam vuruşman deydigan. Bu kurashni, bu davoni, bu ummatning yo'lini men yalğız qalsammo davomlashtirman. Bu ideya har odamning kallasida bo'lishi kerak. Diqqat qildik qarindoshlarimizda atrofida odam bo'lsa qiladigan, billa mang'ila odam bo'lsa qiladigan bir xil keynining bo'shab qilishdan qo'rqadigan bir xil tuyg'u hammalarni chirmo'laqliq. Şoňaşqa nurgun imkaniyeti var qarindaşlar, nurgun qabiliyeti var qarindaşlar, iş qila oladigan qarindaşlarmı keynide qo'lluğucusunun yo'qligi tufaylidan jiqishlarni qilmayotdi yoki zarlanyotdi. Qo'llamaysizlar. Ammo shuna tushuncha kallida bo'lsin-ki, qiyomat kunisi men yolg'iz suol so'roq maydoniga kelaman. Hisobimni yolg'iz birman. Do'zaxga men kirman agar hisobni joyida biramay qolib qolsam. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Her adam özünün peydi esildi. İnsan oldu bolsun. Ve laqad ji'tumuna furada kema halaqnakum awwala marra. İnsan dastlab yalğız yaratilgandek qiyomat kunisi yalğız qiyomat kunisi hashr qilinadi. Şoň bütün dünyadaki 1,5 milyard musulman, 1,5 milyard ummat sana yordam qilmasa, ular oturuvasa, ular yetuvasa, senin oturup kalışandan, senin to'xtab kalışanga hiç sebep bulamaydı. Kıyamet günü hiç nimege ötmeydi. Çünkü bütün dünyanın adamlarının hemini do'zaxga qalsa, sen yalğız, yakka holatda o'zingning vazifasini ado qilsang, sen jannatga kiraversan. Allah hech kimning gunohi sababli hech kimni savol so'roq qilmaydi. Hech kim uchun ish qilmaydi. Bir reis yoki bir lider uchun ish qilmaydi. Hech kim nom shuhrat uchun. Esonlik bo'lsin, hamma odam shaxsiy o'zining kishilik mas'uliyatini ado qilishni ish qiladi. Esonlik bo'lsin, Allah hayyun, qayyumdur. Allah tirik, Allah ölmeydi. Senin yanında hech kim bo'lmasa, Allah oladi. Bu nokta kallanga kelishing kerak. Qilgan har bir yaxshiligingga shaxsan ajr olasan. Qilgan har bir yomonligingga shaxsan jazoga tortilsa, şuna etrafındakilerinin bu işini qilmaganligi, ularning bu ishni voz kechganligi, keyniga chekinib olganligi, o'tirib olganligi asla va asla sening turib olishingga sabab bo'lmaydi. Şuna bu nuqta kalangda bo'lsin. Eng oxirgi bir tomchi qinim qolgan qadar, oxirgi qadar men yolg'iz kurash qilaman. Bu ideya senda bo'lish kerak. Eng oxirgi bugungi darsimizninki 10-tushunch qarindoshlarga bayon qilmoqchi bo'lgan tushunch ishni kechiktirishdan favqulodda hazar aylash. Bu bizdagi umumlashib qolgan bir kasal bo'lyapti. Ishlarni davomli qilamiz. Vaqtkilar, fursatkilar. Esonlik bo'lsin. Har millatning, har shaxsning, har ishninki bir vaqt bo'ladi. Shu minutdan uyan yoki buyon bo'lmaydi. Sen kechiktirdingmi, vaqting tugaydi, vaqtda fursat bo'lmaydi. Agar haqiqiy ish qilmoqchi bo'lsang, mana bugundan hozirdan boshlab, ummat uchun duo qilmoqchi bo'lsang, hozirdan boshlab, ummat uchun dushmanlarni boyqut qilmoqchi bo'lsang, hozirdan boshlab, ummat uchun namoz o'qimoqchi bo'lsang, hozirdan boshlab, ummat uchun qarindoshlaringni o'tirini isloh qilmoqchi bo'lsang, hozirdan boshlab, ota-onangga yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, hozirdan boshlab, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'smoqchi bo'lsang, hozirdan boshlab,
chiriklikka, pasachilikqa qarshi turmoqchi bo'lsang, mana hozirdan boshlab bo'lish kerak. Esingizda bo'lsin, o'zimizni shaytonga tashlab turib, ayt qilamiz, o'g'in qilamiz, vaqt keladi, fursat emas. Bir fursat keladi, bir go'zal vaqt keladi. Asla shaytonga yem bo'lmayli qarindoshlar. Endi darsimizning oxirisida qarindoshlarimizga qilgan iltijoyimiz yuqoridagi 13. Agar bizning shaxsiy va ijtimoiy tashkilot xarakterlik, davlat xarakterlik hayotimizda tatbiqlansa, bizga yordamninki, nusratning keladiganligi aniq. Qanaqdir bugun biz beshimizni o'tkazayotgan bu krizis, yaşayotgan bu meseleler, müşkilatlar tunji qitim kiplan bizni tüp yıldızını qurutadigan mesele emas. Çünkü tarixda bunun jiq misallari var. Dersimizin oxirisida azroq qana deb o'tay. Payg'ambar alayhissalom vafot topgandan keyin Arab yarim orili tamamen murtad oldu. Fakat 3 shahar va bir qancha kanit qolib qoldi. Hatto o'zini Allohning rasuli men menga vahiy tushdi deb da'vo qildiganlar o'tirg'i chiqdi. Musaylamatul kazzab ve bunu olan 10 minglarcha kishi keyniga ergashdi. Bu vaqtda esingizda bo'lsin, Tayran ababillah tushmadi. Allohning bularga azobi tushmadi. Hijarati min sijil etilmedi. Belki ummetning a'zolari ichidan Allohning dinini himoya qiladigan, ummetning sharafini isini qo'daydigan mardoni yigitlar o'tirg'i chiqib, bularni vayron qildi, bularni chekindirdi. U o'simi Abu Bakr radhiyallohu anhu, Xolid ibn Valid, bularning hammasi Musaylamatul kazzab va murtadlarning hammani qana qildi. Joyli. Bu yerga Tayran ababillah kami desang oldu bo'lsin. Baytul Muqaddasda xristiyanlar bir kunda 70 ming odamni qatl qilyapti. 70 ming odam shu vaqtning sonida bak cho'ngsan. Hijriya 492-yillar bo'lgan ishlar. 70 ming odam bir kunda qatl qilindi, lekin Tayran ababil tushmadi. Hijarati min sijil etilmedi, taş tushmadi osmondan. Allohning azobi kamidi. Hattoki Salohiddin Ayyubi shunga o'xshash ummat o'g'lonlari kelib, bularni Baytul Muqaddasdan qo'g'lab chiqadi. Mong'ullar Bag'dodni Hijriya 656-yillari tamamen besib oldi. Butunlay tarmar qildi. Shu vaqtdagi Dijla daryosi qonib oqdi, qilmagan xatolikqa qolmadi, toki Alloh subhanahu va taolo Qutuz va Qutuzga o'xshash ummatning qahramonlarini avatib Bag'dodni ulardan tozaladi. Ondan boshqa Qaramita deydigan bir guruh va Hijriya 317-yili Makkaga hujum qilib kirdi. Haj kunligi oz qolganda, 2 kun qolganda shu yerga haj qilgan bütün hojilarning hammani tamamen qatl qildi. Hatto Ka'baning pardasiga islab olgan kishilarni ko'zni mit qilib qo'ymasdan hammani o'tirib o'tdi. Ka'ba jasadlarga to'ldi. Bu shunda dediki, hatto haramning ishkining ustida turib, ana lillah va billahi ana yakhluqul khalqa va ana afnihim ana. Allah uchun mana menba, Allohning qarshisida menba, nauzubillah. Allah bu adamni yaratdi, men yo'q qilma hatto. Bu shaklda buning nima ig'rog'ini o'zining shu vaqtda qilayotgan zulmatlar oldida faxrlanib, qanu Tayran ababillah, qanu hijratin min sijil osmon yog'digan toshqini bu shaklda po atdi. Hajarul Aswadni o'rnidan yo'tkab apirvatdi boshqa yerga. Ka'ba 22 yil atrofida taxminan 339-yilgacha 22 yil atrofida Hajarul Aswadsiz qolib qoldi. Hech nima bo'lmadi, osmondan azob tushmadi, osmondan tosh yog'madi, heliqa qushlar kelmadi. Chunki ma ummatning qonuniyati olsa intansurulloha yansurukum va yuthabbit aqdamakum. Cho'qim ishning hammani musulmonlar qiladi, shu vaqtida yordam keladi. Musulmonlar qilishga tegishli ishni qiladi, shu vaqt yordam keladi. Esingizda bo'lsin, darsimizning oxirisida tekrar eslatishga tegishli mazmun biz ummati Muhammadiya. Biz ilgirki ummat emas. Bizga Tayran ababil kelmaydi, bizga tufon balasi kelmaydi, bizga dengiz o'tirdan ikkiga yerilmaydi. Ammo shu ishlarning hammaga qudrat etadigan qudratli Alloh biz o'zimizning ustimizga tushganini qilgan. Hamon bizga qana qiladi, yordam qiladi. Bu nuqtani tushunish kerak. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Kim
Özünün mangmoqchi bo'lgan yo'lini tushunib to'g'ri yo'lda mangsa, o'zi uchun mangadi. Va man dalla fa innama yadillu alayha. Kim yo'ldan adassa o'ziga adışıdı. Hech kimning gunohi hech kimga yuklanmaydi. Men qarindoshlarımızga oyluğunumni ortaklaştım, kallam kelganini ortaklaştım. Allah subhanahu va taala işlerimizni asan qilsin. Bizni aslidagi izzetimiz, aslidagi sharafimizga qaytqil nasib qilsin. Eng oxirida askartay bu aslidagi izzetimiz va aslidagi sharafimizga faqat va faqat o'zimizningki amaliy harakati orqali erishimiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.